Mana gapirayotgani ichidan nimalar o'tganini biz bilolmaymiz. Shu afg'on paytlari, og'ir paytlar. Mana men bilaman, juda yaxshi bilaman. O'zim shu qatnashganman. Afg'onistondagi og'ir vaziyat haqida 99 Istanbulda shu juda katta konferensiya, xavfsizlik, Clinton kelgan, o'sha Yeltsin kelgan, Thatcher kelgan, ko'rgan biz birga nima o'sha Fransiyadan naqa kelgan, Rafsanjoniy kelgan, o'sha Shevardnadzelar kelgan, juda buyuk odamlar kelgan. Shu yerda Karimov turib birinchi marta o'rtoqlar, Afg'oniston juda katta tahlika. Bu yerdagi terrorizmga biz qarshi chiqmasak, desa kulib, ba'zilar eshitmasa, nima u Afg'oniston deb o'tiradi. Bir yil o'tmasdan AQShda taranglatib minora qulagandan keyin haqiqatan terror bor ekan, birinchi Amerika o'zi qaltirab kulib o'tirgan Clinton bilgan haqiqatan Afg'oniston. Mana endi bo'ldi nima. Afg'on xalqi 300 yildan beri jang qilib yurgan xalq, ularni uncha odam maqla olmaydi. Shuning uchun vaziyatni to'g'ri tushuna olgan, lekin ular e'tibor bergan. Agar o'sha yerda Karimov eshitib, balki portlashlar nimalar bo'lmasin.